Assalomu alaykum. Ushbu video darsligimizda sizlarga Dimet tizimida kasalxonaga qabul qilish panelidan yo'llanmasiz bemorni ro'yxatga olishni ko'rsatib tushuntirib beraman. Demak, Dimet tizimiga kirganimizdan so'ng panellar ro'yxatidan kasalxonaga qabul qilish paneli ustiga bosamiz. Yo'llanmasiz bemorni qabul qilishni boshlash uchun bemorni joylashtirish tugmasi ustiga bosamiz. Yo'llanmasiz bemorni ro'yxatga olish oynasi ochiladi. Bu yerda bemorni hujjat bo'yicha qidirish yoki bazada mavjud bo'lgan bemorni to'liq ism va tibbiy karta raqami bo'yicha qidirish mumkin. Hozir hujjat bo'yicha qidirish bo'limiga o'tamiz. Qizil yulduzcha bilan belgilangan maydonlarni to'ldirish shart. Hujjat turiga kerakli hujjatni belgilaymiz. Bu yerda JSHR, pasport, ID karta, MedID orqali qidirishimiz mumkin. Bemorning pasport seriyasi, nomeri va tug'ilgan sanasini kiritamiz. Shundan so'ng topish tugmasi ustiga bosamiz. Bemor haqidagi ma'lumotlar chiqib keldi. Shundan so'ng kasalxonaga yotqizish maqsadi bo'limiga o'tamiz. Bu yerda diagnostika, maslahat, davolash, ko'rik, nazorati va boshqa maslahatlar. Kerakli maqsadni tanlaymiz. Shundan so'ng qabul qilishdagi epigriz, ya'ni birlamchi tashxisni qo'yamiz. Kerakli tashxisni tanlaymiz. Agar bemor D ro'yxatda turgan bo'lsa, D ro'yxatlari chiqib keladi. Shundan so'ng ambulator bemorning tibbiy kartasidan ko'chirma bo'limiga o'tamiz va bu yerdagi maydonlarni kerakli tartibda to'ldiramiz. Birinchisi shikoyatlar va anamnez. Misol uchun bosh og'rig'i. Klinik ko'rik. Laboratoriya va funksional tadqiqotlar va maslahatlar. Davolash. Tavsiyalar. Keyingi tadbirlar va eslatma maydonlarini kerakli tartibda to'ldiramiz. Shundan so'ng shifokor aloqa raqami bo'limiga o'tamiz va shifokorning raqamini kiritib qo'yishimiz mumkin. Shundan so'ng hujjatlar bo'limiga o'tamiz. Bu yerda agar biron bir kerakli hujjatni qo'shib qo'yishimiz kerak bo'lsa, hujjat qo'shish tugmasi ustiga bosamiz va kerakli hujjatni tanlab, hujjatni qo'shib qo'yishimiz mumkin. Shundan so'ng bemorni joylashtirish bo'limiga o'tamiz va bemorni bo'limga joylashtiramiz. Bo'limni tanlaymiz. Xonani tanlaymiz. Davolovchi shifokorni tanlaymiz. Narxlar ro'yxati toifasini tanlaymiz. Boshlanish sanasini hamda tugatilish sanasini belgilaymiz. Shundan so'ng bemorni joylashtirish tugmasi ustiga bosamiz. Bemorni joylashtirishni yakunladik. Yo'llanmasiz bemorni ro'yxatga olish tartibi shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.